ikkinchi qism. Agar burunroq xabar qilgan bo'lsa, ishlarimni o'rinlashtirib taqib turmasmidim. Ya burun emas, ya keyin emas, ma vaqtning to'g'ri ekanligini qaramamdigan. Endi qanday qilg'uluq? Uni shuncha vaqtdan beri zoriqib kutgan emasmidim. U aran bir kelganda tuzukrak kutammisam, hamroh bo'lmasam qanday bo'ladi? Lekin uningga hamroh bo'laman desam, bugun uchrashadigan xaridorlarmi bak cho'ng xaridor bo'lib, savdo so'misi xeyli yuqori. Uning ustiga bu necha oylik jafoliq tirishchanligimning mahsuli edi. Bu fursatni qo'ldan berib shirkatga bak cho'ng ziyon bo'ladi. Kallamning ichimi, teshimi qatdi. Palaqlab yurib, uning keladigan vaqtigacha ishning yerimdan ko'pragini bijirib bo'ldim. Qeyrishqandek bu xaridormi ko'rishishni tushdan keyingi o'zgartgini. Tayyorlik xizmatlarini tamomlab, vokzalga borguncha tushdan xeyli eshib ketdi. U tushib 45 minutlardan keyin oxir uning yeniga vokzalga yetib keldim. Deb bergani bo'yicha u turayotgan o'ringa yaqin kelganda qarasam, yo'lning bo'yida havran ko'nglaklik, bo'ylari zilva, qap-qora sochlarini bo'g'ib olgan bir qiz turardi. Yo'l qirida mashina to'xtatishga bo'lmaydigani uchun mashinadan tushish tugul, uningga tuzukrakmi qarayolmay, mashinaga uni selibla tezlikda shahar tarafga qayrildim. Uning bilan undador ham telefonda shunchalik qizg'in paranglashdik. Uning kumush qo'ng'iroqdek jarangliq, tatliq kulgisini anglashga xushlar edim. Afsuski, bugun u nemishqidir undamay o'ltiradi. Mashinaning keyni tarafiga chiqib olish cho'tig'i. Meni yoqtirmadimi ya? Mashinaning keynini kuzatish aynigidan uningga qarasam, u nemishqidir cho'nqir xiyollarga patqanicha sirtqa qarab olgan edi. Uningga nima bo'ldi ekan? Meni ko'rib xushal bo'lgandekmi emas? Bir eg'iz savol so'rasam, bir eg'iz javob berib o'ltiradi. Shundaq bir siqilish ichida shahar ichiga yetib kelib, bir oshxonaga kirdik. Oshxonaga joylashib, tamoq saqlag'ach, uning bo'g'ib olgan chochlari, taqilgan zibu-zinnatlardan tortib, qosh ko'zlarigacha bilindirmasdan tafsili qarab chiqdim. Qaragan siri beorom bo'lishga boshladim. Chunki oldimda o'ltirgani meni mabtun qilgan yeliq rasmdagi sohibcha mol bo'lmasdan, balki ko'zlari o'ltirishang'u, bug'doy ungi moyil, yuzlarida onda-sonda ushoq sapgullar bor, chiroyi odatlikchili bir qiz edi. Agar eng jalbkor yeri qaysi deyilsa, har qarasam bir qatim hayo bilan lapada yerga qarab oladigan uyatchan ko'zlari va avran ko'ngliga xo'p yarashgan zilva qatti edi. Biroq menga o'xshash qamlashgan, ham kasbda utuq qozongan bir yigit uchun bu oddiygina qiz hargizmi kelgusidagi rafiqam bo'lolmaydi. Uning mushi jimg'ur, tartinchoq mijozimi kasbiy taraqqiyotim uchun hech qancha rol o'ynayolmaydi. Shu bearamchilik tufaylidanmi tamoq vaqtida bo'lsin yoki uni boradigan joyga oparg'uchi bo'lsin, uningga toza qizg'in bo'lamadim. Umi o'xshashli sukut ilkida edi. Ishingizni tugatibla telefon qiling, dedim uni tushirib qo'yib. Bo'ladi, hali ko'rishaylik hamsa, dedi umi so'z tabassum bilan. Qaytib kelib, shirkatdagi ishlarimni amdila tugatib tursam, qo'shni viloyatdagi savodishim telefon qilibdi. Uning aytishicha, 4-5 savodashlar Urumchiga meni safarda bu shaharga tushibdi. Bugun kechda men bilan bir didorlashqusi bor ekan. Qaramamdiganmi ishni? Endi uningga nimami derman? Bayatdangu shirkatdagi jiddiy ishlar tufayli uni bormoqchi bo'lgan yerga opirib qo'yib yandim. Endi yana vaqt ajratamsam, mayli uni ko'rib qandaqli o'yda bo'lay, u menga mehmon edi. Uni yaxshi kutib olishim kerak edi. Biroq og'u savodoshlarim bilan ko'rishmasam, teg'imi bo'lmaydi. Chunki ular bilan ko'rishmagili necha yillar bo'lgan.
ular men bilan ko'rishish uchunla bu shaharda to'xtaganda. Xarida bilan bo'lgan savdoni tamomlab, ularni uzitib turishimga Nuriman telefon qildi. Bostan nayisiga qandaq baridi? Bu taraflarga o'tmagili uzun bo'lg'ashqa damalliqqa topolmay qoldim. Onunğa bekatning o'rnini tafsiliy deb berib telefonni qo'ydim. Nimishqa onayaga barsiz, mashada qo'nmamsiz debmi so'ramadim. Xuddi uning ketishini kutgandekla. Turibla yana ko'nglim bir qismini bo'lib qoldi. Agar u rostli suratdagidek Soyib Jamol Nozinin bo'lgan bo'lsa, mushunda qilarmidim. Onunğa sovuq pozitsiyada bo'larmidim. Hey, resim güzelleştirish detali. Hey, sehrlik detal. Satni chiroyliq, qorni oq ko'rsatib, talay ko'zlarni sehrgardek ola chekman qilib, qanchilgan yigitlarni uyqusiz qo'ygansan. Menchu uning yozmalariga sap qalbiga oshiq bo'ldimmi yoki güzelleştirilgan suratigimi? Har qatim uni güzelim, umuqim deb chaqirsam, bu degan güzelleştirilgan resim, onunğa aldanmang deydi. Qozonda nima bo'lsa, cho'mishki shu chiqadi. Satchirayni har qanday sehrlik aynakmi go'zal ko'rsatmaydi. Yana kelib, men chiroyingizga emas, haqiqiy sap qalbingizga oshiq. Deyishlarim qiyin. Qiyin shu dabdabali so'zlar. Qiyin mendiki, uning beg'ubor qalbiga shaydo bo'lgan yurak. Xiyonlarim shuncha chechilonga edi. Nima qilarimni bilmay, ichim titildab, telefonimni elib chambar oldim. Qarasam, u do'stlar chambariga bir parcha she'rni yozib qo'yibdi. Vaqtiga qaraganda uni hozirlik yozib chiqqandek qiladi. Yat shahardagi g'ayriblik nomli bu she'rni o'qibla, uning ko'nglining qanchalik yerim bo'lganligini his qildim. Mana yigit bo'ldimmi ha? U aram bir kelganida uni bu notanish shaharda g'ayrib qo'ygan nemasi? Jinim chiqib ketadigan ish bo'lsa-mu, bir kun chidishim kerak edi. Shu o'y bilan uning hayotini so'rab uchir qildim. Men hozir yo'lda Boston nayisiga ketyapman. Meni kechiring, sizni g'ayrib qo'ydim. Bu gaplarni rasmiyat uchun deyotamdim yoki chin so'zimmi bilmayman. Lekin qandaqli bo'lmasin, qilmishlarimga sal pushaymon qilib qolgan edim. U javob bermadi. Balkim mendan ranjigandi. Balkim ko'ngli og'rigandi. Shunga hech nima degisi kelmagandi. Turibla uni qaytirib kelishni, uningga qilgan va'dalarimni ishga oshirishni o'ylab qoldim. Uning men bilan birga daryo bo'ylarini aylang'usi bor edi. Men bilan birga qahva ishkash, lirik muzikalardan huzurlang'usi, mening so'ygi nuri qoplagan ko'zlarimga cho'kkisi bor edi. Har qatim uning mushundaq go'zal istaklari bayon qilingan asarlarini o'qiganimda arzularimni cho'qim reallikka aylandirman gulim deb uningga talay qatim va'da bergan edim. Bugunga kelganda men aqallisi yaxshi soyibxonlik majburiyatini ado qilolmadim. Shu o'ylar bilan uningga mashinadan tushib olish to'g'riliq telefon qilay deb tursam, saboqdoshlarim ishxonamga kirib keldi. Uzoq ko'rishmagan saboqdoshlar bilan jam bo'lishib, o'tgan kechgan ishlar to'g'riliq parang selib, kulki chaqchaq qilishib, uningga telefon qilolmadim. Ishxonamdan chiqib, bir ishkili turibdiq, yerim kechida g'arqmas holatda uyga qaytib keldim. Atsi atigan ishqi kelibla xizmat halakchiligi bilan uningga yana telefon ya uchur qilolmadim. Tush bo'lganda u o'zi telefon uribdi. İşlerimni tugatdim. Hozir qaytmoqchiman. Vaqtingiz bo'lsa, meni vokzalga olib qo'ya olasizmi?